Mana molga yem hashay berish harakatini boshladik. Slezka somon aralashtirib, kunjara 400 gram, bitta novvosga 400 kg atrofida 400 gram kunjara, 400 gram kunjara, 1 kg makka, arpa, bug'doy aralashma yormasi maydalangan, 1 kg kepak. Hozircha shularni mana qilib slezka aralashtirib, yaxshilab qo'lda mishalka yo'q aralashtirib beriladi. Mana 400 kilolik novvos mana shu. Shu hozirgi aytgan retseptim edi. Bu 1 kilo o'shi 1 kilo kepak, makka, kunjara, makka bug'doy yormasi aralashmasi, kunjara, kepak aralashmasi 1 kilo edi. Bir mahaliga. Bu bo'g'oz 1,5 kilo edi. O'sha aralashmalar bir mahaliga. Bu yangi tuqqan sigir bir mahaliga 1 kilodan bug'amaydi.